Allohning dargohida mahbub bo'lishning yo'llari bor, birodarlar. Alloh bizga muhabbat qo'yish uchun birinchidan Qur'onni ma'nolarini tadabbur bilan, tafakkur bilan o'qishlik, ilm o'rganishlik. Mana ilm o'rganyapmiz hozir mashada. Muhabbat haqida ozgina bir narsa o'rgandikmi? O'zimizni tekshiryapmizmi shu narsa bilan? Menda jinday ozroq ekan. Menda vaqti yo'q ekan muhabbat unaqa bo'lsa. Mana shu ilm, birodarlar. Yana Alloh uchun nafl amallarni bajarishlik. Va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Bandam deyapti Alloh. Nafl amallarni qilib boraveradi, nafl amallarni qilib boraveradi, farzlarni qilib bo'lgandan keyin men shu bandani yaxshi ko'rib qolaman deyapti. Sunnat namozni o'qish, nafl amallarni qilish degani. Sunnatni o'qiradi, nafl ro'zani tutaveradi, sunnat amalni qilaveradi, sunnat namozni o'qiradi, men yaxshi ko'rib qolaman shu bandamni deyapti. Yana davomiy zikrda bo'lish. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron katira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p eslanglar. Mana hozir Allohga nisbatan muhabbatingiz qanday ekanligini tarozisini aytaman hozir. Allohning muhabbatidan nasibing zikrdan bo'lgan nasibingga barobardir. Kim Allohni ko'proq zikr qilayotgan bo'lsa, muhabbati baland ekan. Kim Allohni kamroq zikr qilayotgan bo'lsa, muhabbati Allohning muhabbatidan nasibing zikrdan bo'lgan nasibingga barobardir. Qancha bo'lsa zikringiz, muhabbatingiz ham shuncha ekan. Bir kunda necha marta Alloh deysiz? Necha marta la ilaha illalloh deysiz? Necha marta astag'firulloh deysiz? Necha marta hasbunallohu va ni'mal vakil? Necha marta la havla va la quvvata illa billah deysiz? Qancha aytsangiz muhabbatingiz shuncha baland ekan. Nima degani bu? Til to'xtamasin zikrdan degani. Til to'xtamasin, muhabbatingiz baland bo'lsin, qalbingiz Allohga topshirib qo'ying, Alloh taolo sizga hamma ne'matlarni ato qiladi. Zikrga bog'liq bo'lyapti sizni so'rayotgan narsangizni kelishligi.